1492-yil. Atlantika okeani. Ispaniyadan 3 ta kema Hindistonga yangi savdo yo'lini ochish uchun yo'lga chiqdi. Safarga Kristofer Kolumb boshchilik qildi. U yer shar shaklida ekanligiga qat'iy ishongan edi. G'arb tomonga suzib borib, Sharqiy Osiyoga yetib borishni rejalashtirgan edi. Dengizchilar noma'lum okean tomon katta xavf bilan yo'l olishdi. Uzoq safar davomida qo'rquv va umidsizlik kuchaydi. O'sha yilning kuzida ekspeditsiya hozirgi Bahama orollari hududiga yetib bordi. Kolumb esa bu yerlarga yetib kelganida ularni Hindiston yaqinidagi orollar deb o'yladi. Aslida esa u yangi qit'a, keyinchalik Amerika deb nom olgan hududga yetib kelgan edi. Kolumbning ekspeditsiyasi bilan boshlangan bu davr keyinchalik buyuk geografik kashfiyotlar davri sifatida tarixga kirdi.